Katta narsani katta deydi-da. Nima deganingiz endi bu? Bunaqa savollarga javob bermayman. Intervyudan qo'shingizlar, hozir boshlaysiz. Tura joyingdan. Ketsangiz ketadi. Boshqa odam yo'q, nima? Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi kutilgan mehmon loyihasini navbatdagi mehmonlari so'nggi kunlarda mana shu Instagram ijtimoiy tarmog'ida aktiv bo'lib kelayotgan yigit va qizlardan topgan jamoa, adashmasam Kemranjan Family jamoasini mana mehmonga chaqirganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Hozir men yigit qizlarga mana shu savollarimni berib boraman. Qiziqtirgan savollar. Agar sizlarda ham qanaqadir bir savollar bo'lsa, bemalol mana shu videoni kommentariyasiga yozishlaringiz mumkin. Yigitlar, qizlar kirib savollaringizga alohida individualni javob berishadi. Xush kelibsizlar. Avvalo sizlar bilan tanishib bo'lsak, guruhlaringiz necha kishidan tashkil topgan? Biza o'zi 4 kishimiz aka. Hozir bittamiz ba'zi bir sabablarga ko'ra kelmagan. Aha, bitta qiz bor edi, adashmasam, sizlar bilan ko'p chiqardi. Bu kishi birovga kelganlar. Aha. Ijaraga olganmiz. Bu kishi Dilya. Men tansangiz kerak bo'lsa. Sizni ham taniydi. Otni qashqasi. Bu kishining ismlarini tanishtiramiz. Sabina. Sabina. Demak, sizlar Buxoroni qaysi tumanlardasizlar? Siz Peshkudansiz, bilamiz. Bu kishi shahardan. Bora shahardan. Vobkent tuman. Vobkent tumanidan. Sizlar endi har xil tumanlardan ekanlaringiz, sizlarni nima birlashtirdi? Ha, bizani jamoa birlashishga sabab bir Mehr. Oh. face desam bo'ladi aka. Yo'q, Face? bu sizni face'ingiz emas, bizning face'imiz tortdi. O'zi jamoa boshlangandan buyon ana shunga nima bo'lyapti, muhokama bo'lyapti. Chunki bizlar kirmasimizdan oldin sizni ahvatingiz past edi. Qizlarni ko'rib ko'tarilib ketdi. Bu degani qizlarning face'i birinchi o'rinda degani. Tan olingda. Gap yo'q. Qizlarni ko'rib, demak, ahvatlari oshib ketdi. Shunday. Ahvat oshsin, lekin oshmasin. O'sha yerga tut qo'yib yuborasiz. Demak, odatda masalan ijtimoiy tarmoqqa har xil videolar joylanadi. Masalan, men o'zim ham qiz bola aktrisa yoki partnyor topishga qiynalganman-da, to'g'risi. Siz bunaqa chiroyli qizlarni qayerdan topgansiz? Men topishimga ko'p qiynalmaganman aka, to'g'risini aytaman. Ko'pisi o'zi yalinib yozadi desam bo'ladi. Oshib ketmadingizmi? Tushamiz. Bu kishi reklamaga bo'lgan paytda Dilya bilan tanishganmiz. U kishi aytganimda birovga O kishini biz topganmiz, arendaga olib kelib ijaraga. Ijaraga bermaysizmi? kamera tugasam bo'lmasa syomkadan keyin. Keyingi savol. Hozir qaysi yo'nalishda video kontentlar joylab boribsizlar shu sahifalaringizga? Hozirda Lyubov istoriya, sevgidagi misol hayotiy nimalar, kontentlar, misol urush bo'lgan nimalar, kadrlar, misol qanaqa desam, xursandchilik bo'lgan kadrlar. Endi dalinishga hozir yana yo'nalishlar bor, bezushni video olish nimalarimiz ham bor. Xohlasa endi. Bezushni rejimda. Mana rejimda. Mana shu blogerlikka qachon kirib keldingizlar to'liq va shu blogerlikka kirib kelishlaringizdan oldin nima ish faoliyat bilan shug'ullanansizlar? Men oldin aka ishonchda ishlaganman. Peshkudagi ishonchda ishlaganman. Boshida reklama mutaxassisi bo'lib, keyin o'sha marketing o'sha bo'yicha, reklama bo'yicha bo'lim boshlig'i bo'lib, keyin undiruvga o'tdik. Shu keyin bu yo'nalishga o'tganimizda asosiy sababi misol o'zimni yo'nalishim bo'lgani uchun, aka, qiziqish bo'lgani uchun, yo'nalish bo'lgani uchun. Qizlar Söyleyin. Nima dey? qachon kirib keldingiz blogerlikka? Hali juda ham ko'p bo'lmadi bu sohaga kirib kelganimga. O'zimni ham qiziqishim ortgan sari keyin Kemranjan tufayli keldik. Obunachilar hozir hammada bormi, yig'ilganmi? Bu kishida Dilyada 13 mingta o'sha. 13 mingta bo'ldi. Bir oy ichida. Biza boshlaganimizga o'zi 2 oydan o'tayotgan bo'lsa, o'zi 25 mingtaga boribdi, bu kishiniga 13 mingta. Qisqa vaqt davomida endi. Keyin kelajakdagi rejalar qanaqa endi sizlarda jamoaga yigit qizlar olasizlarmi
Yo'q, qiz olish niyat bor. Endi facelik qiz topiladigan bo'lsa, bu kishini chopaman, keyin u bilan dars ishlayman. Mani chopaman degani chopilib ketdi. Chopilib ketmagan siz ham. Kamronjon family bo'lib birga. Shunaqa arada gap so'z ham bo'lib turadi aka. Shunaqa. Mana shu Instagramga video qo'yadiganlar o'zi biladi. Oson emas. Tashqari tomondan osonday tuyuladi kimgadir. Masalan, nima oddiy videoda deydi. Oddiy ko'rayotgan odam. Lekin uni ichida ozgina sir-asrori, qiyinchiliklari bor. Masalan, eng menda o'zimda uchraydigan katta qiyinchiliklardan bittasi ideya topish bo'ladi. O'sha ideyani qayerdan topasizlar? Endi bizada boshida to'g'risini aytaman, videoni boshlagan paytimiz, shu blogerlikni boshlagan paytimiz ideyaga ko'p qiyinchilik bo'lgan. Endi jamoani yig'gan payti, jamoa bitta joyga o'tirib, maslahat qilib, bittasidan ideya chiqsa, boshqasi to'ldiradi. Mendan ideya chiqsa, misol, avvalambor rahmat deyman. Firdavs akamiz bor, Vision Group. U kishidan yaxshi ideyalar chiqadi. Keyin Dilyadan, asnoviy Dilya boshlab beradi, biza to'ldiramiz yoki biza boshlagan paytda bu kishi joyini to'ldiradi. Tan olish ham mardning ishi. Hozir boshida qiyin bo'lgan, hozirda uncha qiynalmayapmiz-da ideya uchun. Demak, videolaringizni sifatliligidan shu hozir aytganingizdek, demak, video studiya bilan ishlaysizlar. Video studiya bilan professional alohida rahmat aytaman Firdavs akaga. Kamerani arkasiga o'tiribdilar. Rahmat. Demak, keyingi savol videolaringizni, demak, janri o'sha lyubov, istoriya shunga o'xshash ekan. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Ko'pchilikka shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Hozirgi zamonaviy Instagramga qo'yilayotgan kontentlarni ko'rayotganlar uchun menimcha bu odatiy savol bo'ladi. Savolim shundan iboratki, 18+ videolarga sizlarni qarashlaringiz. Shunaqa videolar ham olish rejalashtirilganmi yoki rejalashtirilmaganmi? Umuman olganda 18+ videolarga qanaqa qaraysizlar? Men yaqinlashtirib qarayman, bu savolga bu kishi javob beradi. Yo'q, agar biz O'zbekistonda bo'lmaganimizda edi, chet davlatda bo'lganimizda 18+ endi prям 18+ emas-u, tipa shunga yaqinroq video olsak bo'ladi. Lekin bizani O'zbekistonda bu narsani olish juda katta xatolik. Chunki bu narsani 99% odam noto'g'ri tushunadi. Negativ keladi bu narsadan. Lekin hozir o'sha 18+ video olayotganlarni odamlar ko'p kuzatyapti. Ham podpischik ham ko'p kelyapti. Lekin o'sha odamni kirib kommentariyasini o'qisangiz, уже sizga o'zingizga normalniy psixический udar olasiz. Ha. Kommentariyani o'qib udar olasiz. Demak, sizlarning kommentariyalaringizga negativ fikr bor. Yo'q emas, bor. Bor, kam. Kam. Menimcha. Menda ko'proq. Qadrdon kuzatuvchilar, kirib kommentariyalarni ko'ramiz. Negativ fikr bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, Yo'q, menda bor. Menda ko'proq, chunki menga ko'proq qizlar negativ yozadi. Bilmadim qaysi birini yigitini olib qo'yganman, lekin menda bor. Rostdanmi? Hammasi qizlar sizniki ekanda. Yig'ishtirib qo'ying. Ahvat o'zi podpisman orqali bo'lganda o'zi. Alyo, chamiz pastroqqa ko'tarilib ketdik. Hayotda mana shunaqa pozitiv sizlar mana, lekin videolarni ko'raman, qanaqadir bir g'amginmi, hayotdan siqilgan videolar olasizlar. Mana shunaqa Shu odam kamerani oldida bu odam avtomatik seryozni yo'qib oladi. Men endi aka bu savolga javob berayotgan bo'lsam, bu yo'nalishda boshlagan paytim o'zimizga endi yo'nalish tanlanadi-ku. Yo'nalish tanlangan payti shu qanday desam, babnik rolini unchalik emas. Endi babnik roli ham bo'ladi arada. O'zim qanaydir qo'pol bo'lsa ham endi qishloq tiliga aytayotgan bo'lsam, lohroq, misol qanaydir soddaroq rolni o'ynayman deb nima qilganman. Kamera yo'qildi desa o'zi bilmayman, avtomatik o'zi seryozni bo'layotgan bo'lganman. Kamera boshlandi ham o'zi zapis bo'ldimi, seryozni bo'layotgan bo'lganman o'zi. Demak, siz o'sha qishloq tiliga soddaroq, lohroq rolga o'ynayman deysiz-ku. Lekin kamera yonimi endi yo'nalishim shu bo'lgani uchun sirazi seryozni yo'qiladi yo lohroq yo'nalish. Mayli, sizdan so'ramaymiz. Keyingi savol qizlarga o'zi hayotda kamroq qanaqa? Faqat to'g'risini aytamiz. 100% babnik. Hozir pulni Gaplashmagan, qiziqmagan. Uylanmay ketaman. Конечно, 100% kirasiz perpiskasiga Instagramga. Hammasi qizlar. Jonim, asalim, hammasi shu odam yoziladi. Ana, ochish kerak, men haqiqatni gapiraman. Yig'ishtiring qizlaringizni. Keyin buni qizlar rashk qilib menga negativ yozadi. Endi bunga ham boshlanadi yaqinga nasib bo'lsa.
Endi keyingi savol Kamronga qizlarni ahvoli qanaqa? Qizlar mana ma'lumot toshlarini otdi sizga qarab, siz ham bemalol shlaka blog o'tishingiz mumkin. Ne shlaka blog desam, O'xshaydimi o'zi o'shanga? Balki yaxshi fikrda bo'lishi mumkin Kamron. Mana Chunki unda pesh kuni yigitlari mard jasur bo'ladi. To'g'ri, men haqimda yaxshi Lekin fikr bandlik bo'lmaydi. bo'ladida. haqiqatni aytib qo'ydim. Qizlar haqida aytadi. Endi biz oldimizda ko'proq yuramiz qizlar bilan. Mayli hazil bilan qizlar haqidagi fikringiz. Qizlar yaxshi, oldin misol boshqa partnyorlarim bo'laydi, ko'p qiyinchilik qilaydik. Ideyaga ham, boshqasiga ham o'zim bilasiz qizlar telefon qilgan paytda ana boraman, mana boraman syomkaga 1 soat, 2 soatlab ketishadi. Bu kishiga endi alohida rahmat aytaman. Tug'ilgan kun bo'lishiga qaramasdan kelib o'tiribdilar. Bugun tug'ilgan kunlari. Bugun tug'ilgan kunlar Tabriklaymiz. Rahmat. Endi bu kishi aytganimda birovga yana bu kishi bu kishiga rahmat deyman aytaman. Lekin Ha? pulimni bermadingiz lekin. Bu kishi aytganimda endi Dilya vaqtiga kelinadi, telefon qilinadimi, syomka bormi? O'sha vaqtdan oldin kelsa keladi, kech qolmaydi. Oldin misol partnyorlar bilan ishlagan paytim 1 soat, 2 soat kech bo'lib, tem bo'lib havoni ham ko'rib o'tirsiz aka. Syomkani o'zini qiyinchiliklari bor aka. U sovuq bor, endi operator bor. Operator ham misol vaqtiga kelgan payt qiz muammo bo'ladi. Bu kishi biror marta misol Dilya kechki yo nima qilganlari yo'qda misol. Telefon qilinadi, syomkami oldindan kelib o'tiradilar. Sizlarga syomkalar asosan qayerda olinadi Buxoroni? Buxoroda endi ideya qilinadi, ideyaga mos bir atmosfera bo'lsa, o'sha yerda olinaveradi. Qayerda yaxshi lokatsiya o'sha ideyaga mos bo'lsa, yo'q Bir narsani shu ko'rishgan vaqtimda savol beraman deb reja qilib yuraydim. Faqat zamonaviy uslubda olasizlar-da. Shu bir hech bir retro olishni ham bir reja qilib ko'rdingizlar, masalan, qizlar atlas kiyimlarda. Endi hozir emas aka. Havo sal issin, yozlarga qarab shunaqa plan bo'ladi. Bunaqa ideya bor aka, yurakdagi gapni aytdingiz o'zi. Endi ob-havo bunday bo'lgan paytda bularni qarg'ishga qolmaydi, bunday men kiyintirmayman aka. Endi ob-havoga qarab, endi nima ham qilamiz o'zi o'shanga qarab ideyalar, misol ob-havoga ham qarash kerak. Bular endi mayin kiysa, shamollasa, buni sukunga keyin chiqishga problema bo'ladi aka, syomkalar problema bo'ladi. Demak, siz qizlardan qayg'uryapsiz. Endi bir jamoa bo'lgandan keyin kemaga tushgani joni bir aka. Balki qizlarning fikri boshqacha bo'lishi mumkin, chunki ayol kishining joni 40 ta bo'ladi-da, bular sizdan nam o'tmasin deb qana o'qilayotgan bo'lishi Stop this. To'g'ri. Shunaqa narsa qizlar sov yemaydi. Aytgani qanday bunday deydi, deb prikolni ko'rganmiz. Niyat bor aka, bo'lmasa ertadan ana shu ideyani boshlaymiz, savob bo'lishiga qaramasdan. Endi qani keyin bilan nima deykan endi. O'zi shart berilgandi, yutqazsa shortikda kirib cho'milish degan narsa. Aytgancha sizlarning videolaringiz arasiga shartmi qanaqadir battle'mi shunaqa narsa ko'rgandim. Shartdan. Nima bo'ldi shu? Oxiri Endi nasib etsa yaqinda uni nimasini aniqlaymiz, kim yutgan, kim yutqazganini. Qizlar yutdi. Endi men o'zimga ishonaman, baribir bular yutqazgan, kelin kuylayda baribir. demak, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bular ikkita qiz, Kamron qanaqadir bir shart o'ynagandilar. Kim yutqazsa qizlar shahar ko'chalari bo'ylab kelin kuylayda yurish kerak edi. Qo'lda er kerak degan tablichka. Yo'q, unaqa narsa. O'zi chiqadi. Kamron yutqazsa nima qilish kerak? Shortik futbolkada labozda kirib cho'milish kerak. Cho'milish kerak. Cho'milish kerak edi sovuq suvda. Bu PR-mi yo haqiqatan Yo'q, bu bo'ladi? haqiqatan bo'ladigan narsa. Biz yutqizsak, biz kelin ko'ylakni kiyib shaharda aylanamiz. Bu kishi yutqizib qo'ysalar, kirib, qatpalovda cho'milib chiqadilar. Kamron yutqazish uchun nima qilish kerak o'zi? Faqat qizlarga ovoz berish kerak. Demak, o'sha videoni topamiz, kommentariyaga kirib qizlarga ovoz beramiz. Shunaqa. Qarang, endi biz bitta jamoa bularga yaxshi shart beraman-da, misol bularning sog'ligini o'ylab, misol kelin ko'ylakda ko'cha bular shortik bilan suvga tushdi. Kelin ko'ylak bitta jamoa yana. Kelin ko'ylak ham yubib qo'ygina. Qalin kiyim emas. Suvga tushish emas-da. Undan ko'ra suvga tushgan yaxshiroq. Siz shu Xudoga shukr qiling, bitta turist aylantirmadim sizni shaharni. Keyingi savolim beraman. Bu savolim endi hayotiy bo'ladi, jiddiy, o'ylab, yaxshilab javob berasizlar degan umiddaman, chunki sizlar bergan javoblaringiz juda ham ko'p hate, negativ olib kelishi mumkin. Birinchi bo'lib Kamronga savol. Hammalaringiz uylanmagan, turmushga chiqmagansizlar, adashmasam. Adashdingiz. Adashdimmi? Bu yoq kishi o'ylalik. Aha. Bo'ldi. Bo'lmasa bu kishiga savol, Kamron bilan. Kamron, siz
bo'ydoq sifatida o'zizni bo'lajak turmush o'rtog'ingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Tasavvur qilish kerak. Xarakteri, tashqi ko'rinishi, общий. Qanaqa bo'lishi kerak sizni idealingizdagi qiz? Umr yo'ldosh. Umr yo'ldosh. Bitta pauza qilamiz. Yo'q, bu ko'rsatuvga hech qanaqa qirqishlar bo'lmaydi, hammasi realni bo'ladi. Bu savolga javob berishingiz kerak. O'z yurakdagi savolni berdiz aka. Menga qanaqa misol qiz yoqadi degan paytingiz qarangda. Shuna figurasi dahshat bo'lsa aka. Voy. Shuna figurini 90 olmush 90 deydi men. Boshliq tilaga labla botex aka. Bizneslarni ochib qo'ygan. Ayoqdagiga mashina bor emas aka. Iboli misol aqlli. Hamma erkak misol oila qurishga kelgan payt aka, qanaydir seryoz bo'lib qoladi aka. Iboli qiz misol aqlli, oldin misol atnashina qilmagan qizni qidiradi-ku. O'shanaqa qiz misol qidiramiz. Chiqib qolsa endi. Bormi? Bor, endi qanday desam? To'y qachon? To'y uni ular rejalashtirganimiz yo'q aka. Hozir faqat fokus o'zimizning jamoaga, kontent, yo'nalishga qaratilgan. Endi xudo xolasa uni ham planni qilamiz aka. Demak, to'y sanasi aniq bo'lsa, bizzatni podpischilarga aytiladi Instagramda. Aslonoy qizlarga aytiladi. Aslonoy Qizlarga aytiladi. Mayli, keyingi o'sha savolimiz, demak, Sabinaga, sizga ham xuddi shu savol. Siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizni qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Uyim-joyim deydigan, xotinim, farzandim, oilasini deydigan erkak hamma ayollar uchun juda ham yaxshi chiroyli ko'rinadi-da. Ayollar ham hech qachon erkaklar misol ayol tanlashda adashmasligi kerak-ku. Turmush o'rtoq tanlashda adashmasligi kerak. Ayol kishi ham turmush o'rtog'ini tanlashga adashmasligi kerak deb o'ylayman. Xo'p, adashmasligi uchun yigitlarni nimasiga qarab siz aniq qilasiz, ajratasiz? Fe'l-atvoriga, ayolga qiladigan munosabat, unga beradigan mehri ayniqsa. Shu hozircha lekin oila qurishni o'ylab ko'rganim yo'q. Nima hozirgi rejangizda asosiy? Hozirgi reja faqat shu jamoam bilan ishlash. Negativlarni ko'proq yig'ish. Rahmat. Demak, xuddi shu savolni qaos ichida Dilaga ham bersak bo'lar, ha, Kamron? Bo'ladi. Agar o'chib tashlamasak Bo'ladi. Yo'q, endi turmush qurganman. Уже 3 yil oldin. O'xshamagan, ajrashib ketganmiz. Men turmush o'rtog'im o'zbekistonlik emas, u Ozarbayjon fuqarosi. Shunga bizning to'yimizdan chetda bo'lgan. Demak, sizga точно bersa bo'ladi. Yomoni mengami? Ha. Qanaqa bo'lishi kerak? Endi Sizning orzuyingizdagi yigit. oldinlari hamma qizlar, hozirgi qizlar qatori men ham baxt bu pulda, boshqa narsa deb o'ylardim. O'zim xohlagandek pulli, boy, badavlat odamga turmushga chiqdim, lekin bu narsa xato ekan. Xo'p, baxt nimada ekan? Baxt bu ikki inson bir-birini tushunib yashashda. Bir-birini kamchiligini bekitib, bir-birini tushunib, bir joydan fikr bildirib, kelishib yashashda. Bu pul baxt olib kelmaydi. Olib kelishi mumkin qandaydir ma'noda, qandaydir o'zini joylari bor, lekin polnisi sizga 100% baxt olib kelmaydi. Baxtsizlik olib kelishi mumkin, lekin baxt olib kelmaydi sizga. Shu narsa. Hozir endi agar turmush qurish niyat paydo bo'lib qolsa, puli bo'lmasa ham, boshqa narsasi bo'lmasa ham, Aslonoy meni hurmat qilsin. Menga bo'lgan hurmati bu menga bo'lgan muhabbati men uchun birinchi o'rinda hozir. Puli bo'lmasa ham Aslonoy eng globnisi meni hurmat qilsin. Menga mehr bersin. Hamma faqat bor mehri menga, ko'chaga emas. O'sha ko'chaga ketilgan mehrni men ko'rdim. Bunaqa mehrni o'zim xohlamayman. Boylik bo'lsa, ikkalamiz kelishib, ishlab, keyinchalik bir ishlarni qilamiz. O'zi hamma narsa ikkita tomondan keladi. Kelishib ishlasak, boshqa narsani ham qilamiz. Shunday. U pul faqat nimadir, hozir men uchun pul bilan narsa bo'lmagan. Rahmat deyman hammalaringizga mana shu javoblaringiz uchun. Sizlarni ko'rayotganlarda shunaqa narsa paydo bo'lishi mumkin, balki qizlarda ko'proq, balki yigitlarda ko'proq. Oralaringizdagi отношения, balki Kamron bilan sizni
qanaqadir bir ishqiy munosabati bor deb o'ylayotganlar ham bo'lishi mumkin. Shunaqasi ham. To'g'rimi? Bor, ko'p bunaqalar. Sizlar hozir qanaqa atmashinada? Hozir men ko'rib turibman, oralaringizda qanaqadir bir do'stona ana u bor. Bizda faqat ijod, bizda hamma munosabatimiz faqat shu do'stona, siz aytganingizdek, hech qanaqa bizni sevishganlar, unaqa narsa. Biz rol o'ynashimiz mumkin, sevishganlar rolini, er-xotin rolini, lekin bu narsa faqat Instagramda, ijtimoiy tarmoqda. Biz hayotda hammamizni o'zimizni yo'limiz boshqa. Ahil jamoa desa ham bo'ladi. Hozir bu video qo'yilgandan keyin kommentariya bilasizmi nimadan to'ladi aka? Qanaqa yozdi? Presbeda 30 ming ekan. Metallam olamiz. Mendan ko'taramiz. Sigir qo'chiramiz. It otamiz. Negativdan lekin tochna to'ladi. Mayli. Kimda presbeda bor, kamera sotib oladi. Kerak sizga. Ko'pchilik blogerlar mana shu rivojlangandan keyin chet el sayohatlar uyushtiradi, o'zi yoki bo'lmasam oilasi yoki jamoadoshlari bilan birgalikda. Sizlarga ham qanaqadir bir chet el sayohatlarimi yoki O'zbekistonning ichidagi boshqa shaharlarga sayohatlar rejalashtirganmisizlar? Xudo xolasa bor aka, masalan o'zimizni 12 ta viloyat aro aylanish niyatimiz bor, kontentlar qilib, yo'nalishlarni qilib, ideyalarni qilib, o'zimizni O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyat bo'yicha chiqish niyatimiz bor. Men o'zimga niyat qilib qo'yganman aka, 100 k bo'lgan paytimiz, 100 k bo'lgan paytda o'sha chetga chiqish niyatlari bor aka. Xohlasalaringiz mana mart oyida Tailandga ketyapman, agar xohlasalaringiz olib ketishim mumkin. Jamoa bilanmi aka? Ha? O'rmonga o'tinib nima qilasiz aka? Yaxshi fikrlik. Nimaga endi Tailandga? Qayerga bormoqchisizlar? Dubayga ketaylik. Nimaga Dubay? Endi bironta bir normal shayx chiqib qolsa, ikkinchi turmush haqida ko'rish kerak-ku baribir. To'g'ri. Mana siz Dubayga borishni orzu qilasiz demak. Endi orzu demasa ham bo'ladi, prosta qiziqish bor. Qayerga birinchi sayohatingiz qayerga bo'lishini xohlaysiz? Birinchi sayohatim Maldiv orollari. Maldiv. Yaxshi tanlov. Sizchi? Tailand. Tailand? Zo'r tanlov lekin. Kamron sizchi? Men qayerda desam, o'zi men niyat qilganman, o'zi Chexiya borish, qanaqadir manzarasi, atmosferasi bo'lmoqchi. Lekin Tailandda ham o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rish kerak. Chexiyani alusini beradi. Ha. Yo'q, Tailandda lekin atmosferasini bermasa, Tailand xavfli. Siz uchun xavfli Kamron. na yaqinga bo'lib yo'qni aytmayman. O'chaveradi, aka gapiradigan shuni o'chaveradi. Hay, o'zingiz aytdingiz-ku. Aldamagan menga yoqadi deb. Nima uchun Tailandni bunaqa tasavvur qilgansizlar bilmadim. Men bir marta Tailand borib kelgan odam sifatida aytishim mumkin. Tailand yaxshi joy, oilaviy ham, do'stlar bilan ham Tailandda hamma qidirganini topadi. Agar sizlar ham yoki bo'lmasam sizlar ham chet davlatlariga arzon tur paket qidirayotgan bo'lsalaringiz, sizlarga Globus aviaturini taklif qilaman. Mana pastda telefon raqamlari bemalol aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga o'zlarining xizmatlarini taklif qiladilar. Qizlar, yigitlar, demak sizlarni o'sha kommentariyalaringizga negativlaringiz bor. Bor. Jondan aziz negativlaringiz bor. Negativlar hozir men sizlar tamom bo'lib savollar beraman. Ya'ni sizlarni o'ylab turgan yoki yozib turgan savollaringizni primoy beraman. Bedapress o'tamiz. Xullas, negativ bo'lib sizlarga savollarim bor. Birinchi savolim Kamronga, nimaga rollarda bachkanasizlar? O'zlaringizga yarashmaydi qilib o'tirgan qiliqlaringiz, katta odamlar qilib o'tirgan kishilaringizni qarang. Aka, men sizga yo'qishim shart emas aka, u narsaga doljon ham emasmiz. Endi biz o'zimizga maqsad qo'yganmiz, yo'nalish qo'yganmiz aka. Misol, auditoriyaga men yoqtiradiganlar ham bor, yoqmaydiganlar ham bor, lekin yoqmay turib kuzatadiganlar ham bor aka. Hech kimga yoqmayapsizlar-da oxirgi vaqtlar. G'alati qiliqlar qilyapsizlar, videolarni bir-birlaringizga yarashmayapti-da, вообще sizlarga. Yo'qmasa kuzatmang aka, doljon emas-ku bizlar misol. Masalan, Dilya, labi botox. Zamon talabi? Hammaga shu narsa yoqadi. Yo'q, masalan, nima labi shishirilgan, mayli. Zotda qolgan joy tabiiy-ku aka. Qolgan joy tabiiy. Isbotlab bering. Yo'q, shart Bo'ldi. emas. Men negativlarni sevaman aka. Серьезно? Серьезно. Men Sabinaga nima deb negativ bildirishni bilmay turibman endi. Aqlli o'tiribdi aka. Ko'p gapirmang, pulingizni bering. Mana-da. Choy ham damlab keladi aka hozir. Birovga kelganda Kelishgan pulingizni bering. Siz menga oldin?
pul yo'llaganmiz. Ha? Birovnikiga. Pulimni bermasdan-da bo'lib kelish odam mana. Mashinasi bor. Rahmat deyman sizlarga bugungi tashriflaringiz uchun, mana shu yoqimli suhbatlar uchun. Sizga ham rahmat deymiz Sizga ham aka, rahmat. taklif qilganlar uchun. Rahmat. Demak, qadrli kuzatuvchilar, kuzatganlaringiz YouTube'dagi Buxorolik bola profili bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqroq podkastlar, videolar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Bugungi mana shu podkastimizni, intervyuimizni tasvirga olgan Firdaus Vision Groupga rahmat deb qolaman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.